Assalomu alaykum barchaga. Bugun SketchUp dasturi haqida gaplashamiz. SketchUp dasturi 3D modellashtirishga asoslangan dastur bo'lib, arxitektura, dizayn va qurilish sohalarida keng qo'llaniladi. Dasturning sodda interfeysga ega ekanligi har qanday foydalanuvchining dasturni o'rganish jarayonida qulaylik yaratadi. Dasturga ilk marta kirganimizda dasturning interfeysi bu holatda bo'lmaydi. Dasturning asboblar panelidan o'zimizga kerakli bo'lgan funksiyalarni yoqib olishimiz kerak bo'ladi. Dasturning interfeysida foydalanuvchilar panellarni o'zlari xohlagandek joylashtirishlari mumkin bo'ladi. SketchUp dasturida har qanday obyektni chizishimiz, tahrirlashimiz, uni 3D holatga keltirishimiz va vizualizatsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Obyektni chizish jarayonida quyidagi instrumentlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, liniya, ya'ni chiziq, to'rtburchak, aylana, su yoki surish, o'lchash kabi funksiyalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu instrumentlarning hammasi dasturning o'lchovlar panelida, ya'ni izmerение panelida joylashgan bo'ladi. Bo'limida bundan oldin qilgan ishlarimizni ochib olishimiz mumkin, hozir qilgan ishlarimizni saqlab olishimiz, ya'ni ishlab chiqaruvchi bilan aloqa o'rnatishimiz mumkin va 3D warehouse orqali esa qilayotgan ishimizga yanada qo'shimcha obyektlar yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yana import va export bo'limlari ham mavjud. Dasturning расширение menyusida Enscape bor. Biz Enscape orqali obyektimizga realniy vid berishimiz mumkin bo'ladi. Bu jarayon biroz vaqt talab etadi. Ko'rinib turibdiki, Enscape'da obyektdagi har bir instrumentlar hayotiy holatiga yaqin holatda tasvirlanyapti. Yana Enscape'da kun-tun holatida o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Chiroqlarni ham yoqishni aytishimiz mumkin. SketchUp 3 o'lchamli modellar yaratish uchun eng qulay dasturlardan biri. Endigi navbat Agisoft Metashape dasturiga. Endi Agisoft Metashape dasturi bilan tanishib chiqamiz. Agisoft Metashape dasturi asosan fotosuratlarni 3D modellarga aylantiruvchi dastur bo'lib, oldinlari Agisoft Photoskin deb atalgan. Telefon, kamera hamda dron suratlarni 3D modellarga aylantiradi. Windows, Linux va Mac OS kabi operatsion sistemalarni bemalol qo'llab-quvvatlaydi. Bu dastur sodda bo'lishiga qaramay, ancha yuqori xarakteristikali kompyuter talab etiladi. Buning sababi qilinadigan ishlar hajmi juda yuqoriligi. Yuqori aniqlikdagi ortofoto, raqamli relief modeli yaratishimiz mumkin bo'ladi. LAS, FBX, Geotiff va hokazo turdagi fayl formatlarida ham eksport qilishimiz mumkin. Suratlarni dasturga yuklaganimizdan keyin ishlar ketma-ketlik ko'rsatilgan. Mana masalan, Align Photos, Build Dense Cloud, Build Mesh, Build Texture, Build Tiled Model, Build Them, Build Ortho Mosaic. Bulardan masalan Build Ortho Mosaicni oladigan bo'lsak, bunda ortofoto bilan yaratiladi. Align Photosni oladigan bo'lsak, bunda suratlar bir-biriga birlashtiriladi. Build Them'ni oladigan bo'lsak, bunda raqamli relief modeli yaratiladi. Bu ishlar ketma-ketlikda bajariladi. E'tiboringiz uchun rahmat.